Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor o'simligi ismi limon o't. Rus tilida melissa deyiladi. Limon o't balandligi 30-80 santimetrgacha chiqadi. Ariq bo'ylarida, tomorqalarda, soylarda ko'zga ko'rinadi. Iyun va iyul oylarida gullaydi. Terib olib, quritib, yil davomida iste'mol qilsangiz bo'ladi. Shifobaxshlik xususiyati: asabning tinchlantiruvchi, uyqusizlik va xavotirni yaxshilaydi. Oshqozon hazm qilishni yaxshilaydi va ishtahani ochadi. Limon o't antiseptik vositalari bo'lib, virus va bakteriyalarga qarshi kurashadi. Qon bosimini kamaytiradi. Qoni kam va allergiyasi bor iste'mol qilishiga tavsiya etilmaymiz. Har bir dorivor o'tning mutaxassis tavsiyasi bilan iste'mol qilganingiz ma'qul. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.